Vaqt mashinasi 1984. 3-qism Bojgir Gutman. Tamara xonim 1925-yili Fransiyadan Essirga qaytganida Erik Gutman ismli bojxona xodimi uning ashyolarini tekshiradi. Tekshiruvchi bojgir Tamara xonim qo'l-ro'moldagi fizikaga oid formulani ko'rib jim bo'lib qoladi. Gap shundaki, bojgir chor davrida Saratovdagi texnika gimnaziyasida o'qigan va fizik bo'lishni orzu qilgandi. Sovet to'ntarishidan keyin u o'zini g'irt yetim deb yozdirib, o'rtahol ota-onasidan voz kechdi. O'zini savodsizlikka solib, yo'liga ravaqqa kirib qatnab o'qib, organlarga ishga kirib oldi. Tamara xonim ro'molchasidagi fizika formulasi bu nazoratchi qalbidagi ilmga intilish olovini qayta yoqqan edi. Qoidaga ko'ra, ro'molchadagi formula shpionaj deb malakalanishi kerak. Ammo shu paytda chegara zastavasining kattasi Shahnazaryan degan polkovnik kirib keldi. Uning ko'zi oldin ro'molchadagi lab bo'yoq yuqiga, keyin esa nozlanibgina turgan arman sohibjamoli Tamara xonimga tushdi. Anush operasi. Polkovnik bir harakat bilan silkinib, yelkasiga tashlangan shineldan qutildi. Adyutant yugurib, shinel yerga tushmasdanoq ilib olishga ulgurdi. Bir qo'li bilan mo'ylovini burab, arman dashnoqlari lahjasida: "Oh, inchkin xiyosganch! Oh, qanday muhtasham xonim! Xush kelibsiz, safolar keltiribsiz", dedi. Tamara xonim g'amzali ko'zlarini nozli yumib ochib, "Mening polkovnikim, vatanda ilk ko'rgan sori burgutim" deyishi bilan chegarachilar boshlig'i adoyi tamom bo'ldi. "Gruzin vinosi keldir", dedi u yoshligida fizikani sevgan bojgir Gutmanga. Bojgir gruzin sharobi keltirdi. Polkovnik bu sharob bilan qadahni chaydi, keyin billur qadahga qo'ynidan chiqargan oltin qopqoqli yassi butilkadagi arman konyagini quyib Tamara xonimga uzatdi. Tamara xonim nozli qarashlar bilan 3 qultum qilib qadahdagi konyakni ichdi. Polkovnik esa lori deb ataladigan dumaloq arman pishlog'ini xanjar bilan kesib, bir parchasini Tamara xonimga zakuska o'laroq taqdim qildi. Tamara xonim pishloqni hidlab "Oh", dedi. Polkovnik esa kichkina bo'z to'rvaga pishloq va konyakni solib xonimga tutqazdi. "Kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rib, biz oshiqlarni unutmang", dedi. Tamara xonim o'tirgan joydan qalqib, polkovnikka g'amzali ta'zim qildi va birdan soprano ovoz bilan Anush operasidagi Anush ariyasini kuylab boshladi. Ovozning muhtashamligidan zastava derazalari chatnab sinib ketdi. Chegara zastavasi boshlig'i taslim bo'lib, Tamara xonim oyoqlari tagiga yiqildi. Tamara xonim bilibmi, bilmaymi, bu polkovnikning eng hassos nuqtasiga zarba urgandi. Bir paytlar oddiy podachi bo'lgan polkovnik Shahnazaryan o'z qishlog'idagi qizni sevib olgan, olaman, boraman bo'lib, ota-ona rizoligi olinib to'y boshlashgandi. Qishloq odatiga ko'ra, kuyov kelinning tog'asi bilan kurash tushishi kerak. Odatga ko'ra, bu kurashda hech kim g'olib ham, mag'lub ham bo'lmasligi lozim. Ammo Shahnazaryan odatni unutib, kelinning tog'asini ko'tarib yerga uradi. Shu ondayoq to'y bekor qilinadi va odatni oyoq osti qilgan takabbur kuyovning yuziga tupurib haydab yuborishadi. Shahnazaryan qishloqdan qochib doshnoq bolsheviklariga yugurdak bo'lib yollanadi. Keyin esa doshnoqlarni sotib, harbiy daraja olib ko'tarilib chegara zastavasi rahbarligiga tayinlanadi. Ilk arman operalardan bo'lgan Anush operasi ham shu odat ortidan chiqadigan fojia haqida. Operada kuyovni kelinning akasi o'ldiradi. Ayriliqqa chidolmagan kelin esa o'zini daryoga otadi. Tamara xonim o'ta hissiy yuk bilan Anush ariyasidan parcha ijro etdi. Ho'ng-ho'ng yig'lagan Shahnazaryan bojgir Gutmanga konfiskatsiya qilingan kontrabanda mollari solingan seyfni ochishni buyuradi. Seyf ichidagi bir-biriga qaragan 2 ajdar shaklida ishlangan oltin bilaguzukni olib, Tamara xonim qo'liga taqish asnosida xonimning qo'lidan o'padi. Shu tariqa Tamara xonim deyarli tekshiruvsiz chegaradan ichkari xatladi.
Perren. Yoshligida fizik bo'lishni orzu qilgan Bojgir Gutman 1925-yilning dekabr oyida o'zining qo'lga olinib otilishi haqidagi ma'lumotdan xabar topdi. Bir amallab Finlyandiyaga, keyin esa Shvetsiyaga yetib oldi. Shvetsiyada u rasmiylarga taslim bo'lib, Esirga qaytmasligini, qaytsa o'lim kutishini aytdi. Gutman bir muddat qamoqda o'tirib, sud hukmi bilan vaqtincha yashash izni oladi. 1926-yili taniqli fransuz olimi Jean-Baptiste Perren fizika sohasida Nobel mukofotini olish uchun Stokgolmga keldi. Gutman atay mehmonxonaga izlab kelib, Perren bilan uchrashdi. Suhbat asnosida Gutman ro'molchada ko'rgan formula haqida aytadi va Perren bu formulaga astoydil qiziqish bildiradi. Bu davrga kelib, Einsteinning nisbiylik nazariyasi ilmiy dunyoda qizg'in bahslarni keltirib chiqargan edi. Bilishimizcha, Tamara xonim ro'molchasidagi formula haqidagi ilk bilgini fizik olim Perren yozib ketgan. Shahnazaryan esa 1936-yili organlarni tozalash tadbirida korrupsiyada ayblanib hibsga olinadi. Tergovdan so'ng 1300 nafar NKVD ofitserlari qatori xalq dushmani deb otib tashlanadi. U sovg'a qilgan oltin bilaguzuk hozir Toshkentdagi Tamara xonim muzeyida saqlanadi. Ishkal. O'tmishga o'ralashib qolmay bugungi kunga qaytamiz. Kibernetika va kvant fizikasi instituti laboratoriyasi kottejida qolayotgan Yovshondurdini qip-yalang'och holda maxsus kapsulaga solib, ulkan kompyuterga ulashdi. Oppoq sochi to'q urganday tikkaygan fizika professori Kyle Holst barmog'ini bukib omad senga deganday ishora qildi. Professor yordamchisi kirmoshin qopqog'iga o'xshash kapsula eshigini zichlab yopdi. Professor tugmani bosdi. Inson tanasini molekulalarga aylantirish borasida ilk tajriba edi bu. Ammo hech bir matbuot buni yozmadi. Chunki bu harbiy sir. Kompyuter ekranidagi grafik tasvirlar jarayonning yaxshi ketayotganidan darak berardi. Ammo birdan jarayon sekinlashib to'xtab qoldi. Shayzi deya baqirgan professor kompyuter klavishlarini sharaqalatib ishlar ekan, butun vujudini ter qopladi. Yovshondurdining yarmi molekulaga aylanib ulgurmasdan kompyuter osilib qolgandi. Katastrofa, dedi professor yordamchisi. Toshkent 1984-yil aprel. Kibernetika instituti. Juma kuni ishxonada xodimlar siyrak, peshindan keyin esa hech kim qolmadi. Irina bo'lsa o'z stolidagi kitoblarni birma-bir qo'liga olib varaqlab o'tirarkan, ketishni o'ylamasdi. Vaqtni hatlab o'tib, davrlar orasida sayohat qilish haqida ilmiy fantastika kitoblarda ko'p yozilgan. Irina kecha vokzal yonidagi kitob magazindan olgani Gerbert Uellsning Vaqt mashinasi romanini bu sohadagi ilk asar deb o'ylardi. Uells bu kitobni 1895-yil yozgan va 1920-yili ichiga avtograf yozib buxorolik jadid Fayzulla Xo'jayevga sovg'a qilgan. Uells va Xo'jayev do'st bo'lishgan. Irinaning hamkasbi, kvant fizikasi bo'yicha ilmiy ish yozgan Keldiyor Oltiboyev juma kuni ertalab o'z kutubxonasidagi 3 ta kitobni Irinaga sovg'a qildi. Bu Yoxan Vessel 1781-yil yozgan pyesa va Fatti Bulgarin 1824-yil yozgan roman. 3-kitob Aleksandr Beltmanning 1836-yilda yozgan Aleksandr Filipovich Makedonskiy Kalimiros avlodi romani. Bu kitoblarda vaqt orasida sayr qilish anchayin tafsilotli yozilgan. Keldiyor bu 3 kitob orqali Irinani o'ziga rom qilishni ham rejalagandi. Chunki shu paytgacha Irina Dehqonobodda xotini va 3 ta bolasi bor Keldiyor Oltiboyevning to'shakdosh bo'lish taklifini qat'iy rad qilib kelardi. Bugun Irina ilk bora Keldiyorga tabassum bilan boqdi. Irina bugun Keldiyorning seksual harassmenti va ishqdagi ishqqa moyilligi haqida o'ylamadi. Irinaning butun xayoli kelajak fiziklari bilan bugungi muloqotda edi.
Soat 6ga yaqinlashganda Irina borib idoraning ko'cha eshigini ichkaridan qulflab keldi. Evayam turgan xonaga kirib, stolga o'tirib soatiga qaradi. 17dan 58 minut o'tdi. Roppa rosa 18:00da Evayam ishlab boshladi. Perfokartaga yozilgan maktubda teleportatsiya bilan bog'liq tafsilot va yo'l yo'riqlar yozilgandi. Demak, 90 kilo tosh bosadigan, bo'yi 170 cm, 42 razmer oyoq kiyimi va 1XL ishton ko'ylak kiyadigan 50 dan oshgan erkak molekulalarga ajralgan holda keladi. Irina bu erkak uchun kiyim bosh olib qo'yishi va uy bilan ta'minlashi lozim edi. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi 1984 audio kitobi 3-qismini tingladingiz. Davomi bor.